Darsni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Chiqib keting. Doskadagini yozib bo'ldilaringmi? Abdullayev, yig'ishtir telefonda. Men bilan ishingiz bo'lmasin. Nima deganing bu? Men direktorning o'g'liman. Tur o'rningdan. Bu yerda hamma teng. Mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Direktor bo'lsangiz o'zingizga, mening darsimni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Mana ahvol, chiqib keting. Keling Shavkat, nima gap? O'g'lingiz juda ham erkalanib ketgan, darslarga ham quloq solmayapti. Tartibga chaqirib qo'yishingizni so'rab keldim. Unda darsda hammaning oldida uni yerga urib, mening ham obro'yimni to'king. Toki qonun hamma uchun bir ekanligini tushunsin. Izza qilding-ku.